20-yil xalqaro bolalar kuni bilan mana asal qizlarim sizlarni hammalarni tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Har biringlar yuragimni bo'lagisizlar. Har biringlarga Malika singan, har biringlarda mehnatim bor, har biringlarda mehrim, qayg'urishim, urishaman to'g'ri, ba'zi paytda qattiq gapiraman, xafa qilaman, lekin nimaiki qilsam doim aytaman, bolalarning manfaatini o'ylab qilaman. Bu yerda na ota-onalarning manfaati, na meni shaxsiy manfaatim, hech qaysi birimizning manfaatimiz emas. Birinchi o'ringa hamisha bolalarni qo'yganman va kelajakda katta yutuqlarga erishishiga birdamlikda hammamiz ota-onalar yordam beramiz deb umid qilaman va shu qatorida men ham hammanglarga sog'lik tilayman. Sog' salomat bo'linglar. Har biringlarni yaxshi ko'raman, mehrim bo'lakcha.